Vatansizlik. Kichikimda vatan deyilganida anglab qo'yish bilan kifoyalangan ekanman. Chunki vatan uqumini faqat men yashayotgan mushu zamonning atalg'usi deb tushunardim. Va haqiqiy ma'nosi haqida jiq o'ylanib bosh qotirib ketmagan ekanman. Shundoq bir kun kelib, vatan osmonini qora bulut qoplab, lapildab qor yoqqan o kuni vatandan ayrildim. Oxirgi qitim o'rilib kaynimga qaragandimi, texi ba'zi narsalarni haqiqiy turda his qilib yetmoqda ekanman. Bir kuni qaytib kelalamanmi deganni xiyolimga keltirmagan ekanman. Vatan ziminidan ayrılıp, yaqı yurtlarda qiqilib soqilib, açıq soğuqlarni başdan keçirib yürüp çoğ boldum. Vatanni seg'inib, yurtim bag'rida g'amsiz o'ynab yurgan aşı çağlarımni eslaganimda bo'lsa, allaburun vatansizlikning pushaymon ko'chasiga qadam qo'yib bo'lgan chog'larim edi. Shu chaqda o'zimga xitob qildimki, "Endi sen vatansiz. Vataning bar, ketelmaysan. Jisming bar, ruhing yo'q bir insonga aylanib qoldim." Oxiri tushundim. Aslida vatan ona demak ekan. Aslida vatan ota demak ekan. Aslida vatan ot-singil, qavm qarindosh demak ekan. Aslida vatan men demak ekan. Chunki men vatan bilan men bo'lgan ekanman. Bir chaqlarda qaysidir bir kitobda o'qigan edim. Ba'zi narsalar yeningda bor vaqtda uning qimmati tuvan bo'ladi. Balki de qalbingdagi o'rnining qanchalik ekanligini his qila olmaysan. Uning sen uchun qanchalik muhim ekanligini bilmoqchi bo'lsang, avval uni yo'qotib baq deyilgan edi. Haqiqatan shundoq. Yeningizdagi vaqtda arzimas narsadek his qilganlaringizning yo'qotib qo'ygandan keyin bo'lsa, hayotingizdagi eng muhim narsa ekanligini his qiladi ekansiz. Shundoq. Vatansizlik bizga nurg'un narsalarni o'rgatdi. Seg'inishni va qadrlashni o'rgandik. Azizlashni va asrashni o'rgandik. Vatan bag'rida birga o'ynab cho'ng bo'lgan qadinas do'stlarimizning qadriga yetdik. Ota-bovularimizning aşı vatan uchun to'lagan bedellarini, aşı tuproqni o'rlikka erishtirish yo'lida qilgan kurashlarini haqiqiy his qilib yetdik. Ve aşı izlarni besib menib, aşı ulug' g'oyani amalga oshirish uchun bel bog'ladik. Zalimlarning kuchlik besimi ostida taraygan nazar doiralarimizning kengayganligini his qildik. Ballarimiz, dada, ana, biz qayerlik, biz nimishqa o'zimizning vataniga qaytib ketmaymiz deb so'rag'anida ko'zlarimizda mo'ldirlab turgan yoshlarimizni yushirib turib, inshaalloh bir kuni qaytimiz qo'zam deb ochiq yutishni o'rgandik. Sirtlarda yerliklarning masxir aralash beqishlariga, til haqoratlarga sukut qilishni va inshaalloh bir kuni bizning o'zimizning vatani bo'ladi. Shu chaqda chet elliklarni hargiz chetga qoqmaymiz. Mazlumlarning har zaman yenida bo'lamiz. Ularga vatansizlikni his qildirmaymiz deyishni o'rgandik. Bu sarsonlik bizga Allohning o'zi yaxshi ko'radigan bandalarga beradigan sinoqlarining ko'p bo'ladiganligini, sabr qilsaqla ajrga, natijaga erishadiganligimizni o'rgatdi.
Bu uzun ayrılışlar bizga her başlanışning bir oxirlashish nuqtasi bo'lganidek, bu sig'inishlarimizningmi bir kuni oxirlashadiganligini. Manzilimizga zafar bilan qayta olaymiz inshaalloh degan umid bilan kuchli bo'lishimizni va ishonchimizni yo'qotib qo'ymasligimiz kerakligini o'rgatdi. Bütün bu qiyinchiliklar bizga ona vatanning qadr-qimmatini yilliklarimizgacha his qildirdi. Vatan der atar qalbim bu yaqi yurtlarda, her kim görür öz hali men bichara pinhanda. Bu sig'inish, bu hasrat vulqon bo'ldi içim yanar, yurtum hidi kilur ba'zan xiyollar sharqqa uchqanda. Balkim xiyol qo'ynidan chiqarman, davomiz zafar quchqanda.